Har bitta ayol o'zini holatini bilish uchun topshirishi shart bo'lgan 3 ta analiz. Birinchisi ferritin. Ferritin nima uchun topshirasiz? Organizmda temir zaxirasini bilib beradi va organizmni qanaqa ozuqalanayotganligini, ya'ni kislorod borishini ta'minlab berish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ikkinchisi vitamin D. Vitamin D gormonlarni qanaqa ishlayotganligini bilib beradi, immun tizimini nazorat qiladi. Agar vitamin D yetishmovchilik, ishoning, immunitetingiz past bo'ladi, organizmingizda qanaqadir jarayon ketayotganligini bildiradi. Uchinchisi gomotsistin. Gomotsistinni har bir 35 yoshdan oshgan ayol topshirishi shart. Chunki u qon tomirlar strukturasi haqida gapiradi. Ya'ni qon tomirlarda qanaqa holatliligini bildiradi. Agar sizda bu ko'rsatkich baland bo'layotgan bo'lsa, bilib qo'yingki, 5-6 yildan keyin sizni insult yoki infarkt kutayotgan bo'lishi mumkin. Qani qizlar, kimlar shu analizni topshirgan? Kommentariyalarda yozib qoldiramiz.